Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan sohadagi bir qator kamchiliklar bartaraf etilmoqda. Jumladan, oqova suv xizmati rivojlanishi bilan birga undan foydalanishda ba'zi kamchiliklar yuzaga kelmoqda. Oqova tarmoqlariga tashlanayotgan chiqindilarning me'yorlariga amal qilmay oqizilayotgani texnologiyalarga zarar yetkazmoqda. Mavzuni Madina Bonu Hamroyeva lavhasida davom ettiramiz. Bir tasavvur qilib ko'raylik. Uyimiz yondagi quvurlardan badbo'y sassiqdagi suvlar oqib chiqsa, qanday holat yuz beradi? Ha, bu shunchaki gap emas, afsuski achchiq haqiqat. Ba'zi bir hollarda suv oqova quvurlariga mato, bolalar tagliklari, hattoki mol qo'ylarning qoldiqlarini tashlash holatlari ham uchrab turibdi. Ko'zdan yo'qolsa bo'ldi degan qabilada ish tutganlar bilishmaydiki, hech bir chiqindi shunchaki yo'q bo'lib ketmaydi. U quvurlarga borib tiqilib, tizimni ishdan chiqaradi. Natijada suv toshish, tizimning ishdan chiqishi avariya holatlari yuzaga kelmoqda. Bugun suv oqova quvurlaridagi axlatlarni tozalash jarayonlari haqida so'z yuritmoqchimiz. Toshkent shahridan chiqayotgan maishiy oqova suvlarni qayta ishlashga mo'ljallangan Bo'zsuv, Salar va Bektemir kabi 3 ta inshoot ishlab turibdi. Eng yirik inshoot Salar 24 soatda 900 ming kubgacha oqova suvlarni tozalab, tabiatga qaytaradi. U suvlar sug'orish ishlarida foydalaniladi. Birinchi mexanik tozalash bo'limi bor. Bizda mexanik tozalanadi. Undan keyin biologik tozalash bo'limi, bitta biologik usulda suvimiz tozalanadi, zararsizlantirilib, keyin uchinchisi zararsizlantirish bo'limida zararsizlantirib Salar kanalga qo'yiladi. 4-bosqichimiz bor. Bu biologik bo'limidagi quyqalarimizni qayta ishlab, quyqa maydoniga quritish bu 4-jarayon. Mana shu 4 ta jarayonimizda biz kelayotgan kanalizatsiyadagi suvni tozalab Salar kanaliga, dala xo'jalik ekinlarini suvash yaroqli holatga keltirib Salar kanaliga qo'yamiz. So'nggi yillarda oqova suv quvurlariga tashlanayotgan qattiq chiqindilar ushbu tozalash korxonalarining ishini qiyinlashtirmoqda. Ayni kecha kunduzda Rossiya kompaniyasi bilan hozir shartnoma tuzilgan. Ya'ni o'sha birlamchi qabul qilish punktimizga filtr uskunasini olib kelib o'rnatish rejalashtirilgan. Keyingi oydan boshlab turib, bunda o'sha 9,5 milliard so'mlik texnologiya olib kelib o'rnatiladi birinchi navbatga. Undan keyin u texnologiyani bergan samarasidan kelib chiqib turib, boshqa o'sha ochiq havzalarimizga ana shunday filtrlarni o'rnatish nazarda tutilgan. Albatta inshootni ko'chirish nazarda tutilgan, ya'ni hozir arab davlatlarini hozir shartnoma qilinyapti, texnik loyihalar ishlab chiqilyapti. Lekin u inshoot bitgunga qadar bu inshootimiz to'la to'kis ishlab turishi kerak. Shuning uchun ham inshoot faoliyatini takomillashtirgan holda, ya'ni o'sha aholini norozi qilayotgan holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun ana shunday texnik ishlanmalar taklif qilinyapti va amalga oshirilyapti bugungi kunda. Bizni mana shu oqova suv boshqarmamiz tomonidan shaharda mana shu tarmoqlarni yangilash yoki bo'lmasa tarmoq o'tmagan joylarga tarmoqlar tortishlar amalga oshirilyapti. Oxirgi paytda mana shu Yunusobod tumanining o'zida qariyb 11 kilometr oqova suv tarmog'i tortildi. Ya'ni o'sha aholiga kanalizatsiya tarmoqlarini yetkazib borish maqsadida mana shu qo'shimcha ishlar amalga oshirilyapti. Undan tashqari eskirgan tarmoqlarni yangilash ishlari ketyapti. Maqsad mana shu kanalizatsiya tizimi to'xtovsiz va samarali ishlasin. Ya'ni shaharda har xil toshqinlar yuzaga kelmasin. Lekin bu narsaga birinchi navbatda biz iste'molchilarimiz shu kanalizatsiyaga bo'lgan munosabatlarni o'zgartirishlari kerak bo'ladi. Ya'ni kanalizatsiyadan shu belgilangan me'yorlar asosida foydalanishlari lozim. Oqova suv quvurlariga chiqindi tashlash shu zaylda davom etsa, inshoot faoliyatini o'nglab bo'lmas darajaga olib kelishi mumkin. Tozalash ishlari 4 bosqichdan o'tib, suv sifatli holatga keltirilguncha korxona xodimlarining mehnati katta. Siz, biz bugun tashlayotgan axlatlarning qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida bugun o'zingiz ko'rdingiz. Keling, vijdonan ish tutaylik. Axlatlarni o'z chiqindi joylariga tashlaylik. Bu avvalambor o'zimizning sog'lig'imiz, tinchligimiz uchun qilingan qadam bo'ladi. Madina Bonu Hamroyeva, Sherzod Yusupov Jarayon informatsion dasturi uchun tayyorlandi.